Pokistonda Tolib jangarilari maktabga hujum qilishdi. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra 141 inson halok bo'ldi. Ularning deyarli hammasi yosh bolalar. Pokiston harbiylarining ma'lumotida garovdagilarni ozod qilish operatsiyasida 7 terrorchi yo'q qilindi. Voqeaga bog'liq Pokistonda 3 kunlik motam e'lon qilindi. Suriyadagi Vadi Deyf harbiy bazasi uchun bo'lgan 2 kunlik ayovsiz jangda 100 nafarga yaqin askar va 80 jangari qurbon bo'ldi. Damashq Aleppo strategik yo'lida joylashgan Vadi Deyf harbiy bazasi bilan Hamadiyadagi bazani Al-Qoida bilan aloqadagi Al-Nusra fronti va boshqa islomiy guruhlar 15-dekabrda egallashgan. Al-Nusra frontining jangarilari kamida 120 harbiyni asirga olgan. Vengriyada yirik savdo markazlarining yakshanbada ishlashi taqiqlandi. Davlat parlamenti bu hujjatni sotuvchilarning qarshiligiga qaramasdan bir ovozdan ma'qulladi. Vengriyaning premyer ministri bu kabi cheklov fuqarolarning yakshanba kuni bozor o'char qilmay uyida dam olishiga sharoit yaratadi. Statistika bo'yicha har bir 5-odam yakshanba kunini savdo markazlarida o'tkazadi. AQShning sobiq prezidenti Jorj Bush o'g'lining bolasi Jeb 2016-yildagi prezidentlik saylovida ishtirok etishini e'lon qildi. Uning akasi Jorj Bush kichik bungacha 2 muddatga prezident bo'lib saylangan edi. Jeb Bush avvalroq Floriya shtatining gubernatori bo'lib turgan. Oldindagi saylovda u Respublika partiyasining nomidan chiqishi mumkin.